Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. Taniqli futbolchi Abduqodir Husanov haqida hozirgina noxush xabarlar e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Manchester City Abduqodir Husanovni ijaraga berishga tayyor. Husanov jamoa talablariga moslashiga ulgurgan bo'lsa-da, kuchli raqobat tufayli ko'p imkoniyatga ega bo'lgani yo'q. U City safida bor-yo'g'i 9 ta o'yinda maydonga tushgan hamda shaharliklarning so'nggi 5 uchrashuvdan beri zaxirada qoldirilmoqda. Murabbiylar shtabi futbolchi o'sishda davom etishi uchun doimiy o'yin amaliyoti kerak ekanligi sabab uni vaqtincha boshqa jamoaga ijaraga berishga qaror qilgan. Shunga qaramay City uni uzoq muddatli rejalarining asosiy qismi sifatida ko'rishda davom etadi, deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.